Bu kino har bitta insonni o'zini qarashlari, o'zini fikrlari, o'zini dunyoqarashidan kelib chiqib olam yaratishi, ya'ni xayollar asosida o'z olamini yaratishi haqida kinodir. Ya'ni bu har bir oila a'zolari avariya tufayli o'lib ketadi, xotinidan tashqari. Va xotini bu ayriliqqa chidolmasdan o'zini o'ldirib qo'yadi va narigi dunyoda ota bolalarini topadi va o'sha chiroyli jannat yaratadi miyasida. O'sha o'zini xayollari asosida o'zini olamini yaratadi. Voy, meni olamim-ku, meni dunyoyim-ku deb xursand bo'ladi. Xotinini shunchalik yaxshi ko'radiki, xotini o'lganini his qilib, bilib, o'sha jahannamga tushganini bilib, jahannamdan qutqarish boradi. Vaholanki, xotini o'sha ayriliq azobiga chidolmasdan o'zini o'zi osgan, o'ldirgan bo'ladi. U shunchalik depressiyaga tushib qolgan, shunchalik bir nimaga qadalib qolgan bo'ladiki, o'sha bolalarini, o'sha yaqinlarini yo'qotganini ko'tara olmasdan, o'sha ayriliqdan ko'tara olmasdan o'lim bilan qutqarmoqchi bo'ladi, qutulmoqchi bo'ladi, lekin narigi dunyoda ham o'sha azobli hayotga tushib qoladi va eri borib qutqaradi. Lekin hayotda unaqa bo'lmasligi ham mumkin. Faqat o'zingiz do'st, motivator bo'lishingiz mumkin. Bu juda ham chiroyli tasvirlangan. O'sha har bitta insonni xayolida jahannam, har bitta inson xayolida jannat borligini, miyasida, xayollarida o'lsa ham o'sha o'zini olamida qolib ketishi haqida ham juda chiroyli tasvirlab berilgan.